Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Word'da 4-darsni boshlaymiz. Demak, o'tgan darsda biza glavniy bo'limini tekshirib, instrumentlardan qanaqa foydalanishni o'rganib olgan edik. Bugun sizlar bilan stavka bo'limidan boshlashimiz kerak bo'ladi. Demak, stavka bo'limiga o'tganimizdan so'ng bizada ko'rib turganingizdek stranitsi qismi bor, ya'ni bu yerda 3 ta qismdan iborat. Mana titulniy stranitsa degan qismi bor. Ekraningizni chap tomonida va pustaya stranitsa va razriv stranitsa. Demak, birinchi navbatda titulniy stranitsa nima uchun kerakligini o'rganib olishimiz kerak. Bu qismida ko'rib turganingizdek, titulniy stranitsada har xil turdagi shablonlar bor. Ya'ni bu hujjatimizni birinchi varrog'i hisoblanadi. Istalgan shablonni tanlashingiz mumkin. Mana tanlasak, demak, bizda bu birinchi list sifatida foydalanish uchun qo'yib beriladi. Ya'ni to'ldirib chiqsak bo'ldi bu shablonni. Misol uchun nazvaniya dokument degan joyiga men hujjatimga nom berishim mumkin. Misol uchun ustoz Mahmud deb yozib qo'yishim mumkin hujjatning nomini. Podzaголовок bo'lsa darslik deb yozib qo'yishim mumkin, qo'shimcha nom berib qo'yishimni so'rayapti. Data degan joyda ko'rib turganingizdek o'zida tayyor shablon bor. Xohlasak bugungi sanani mana сегодня kiritib qo'yamiz. Nazvaniya organizatsiya degan joyga, ya'ni ishxonani nomini kiritib qo'yishim kerak. Ustoz Mahmud Academy deb qo'yishimiz mumkin. Adres organizatsiyaga, ya'ni o'zimiz ishxonamizning nomini kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi, joy nomini. Toshkent shahar. Mana ko'rib turganingizdek, biz shablonni o'zi ko'rsatganidek qilib to'ldirib oldik. Shablon ishlatishi yaxshi tomoni nimadan iborat? Agarda bu shablon bizga yoqmaydigan bo'lsa, yana titulniy stranitsa degan joyga kirib, boshqa bitta shablonga almashtirib olsak bo'ladi. Misol uchun, mana eng oddiysiga almashtirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana hammasi yozgan matnlarimiz ko'chirib o'tkazildi, ya'ni to'g'ri to'ldirganimiz uchun shablonni boshqa shablonga ham mana mos tushyapti. Mana ko'rib turganingizdek, bu bizada titulniy stranitsa deyiladi, ya'ni bizning hujjatimizni birinchi varrog'i hisoblanadi. Undan keyingina bizada oddiy listlar boshlanadi. Endi bizaga qog'oz qo'shishni qanaqa to'g'ri qo'shishni o'rganib olamiz. Demak, Wordda asosan matnlar bo'lishi kerak. Bizga ham matn kerak bo'ladi. Buning uchun loremdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, lorem 50 deb qavs yopib enter tugmasini bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek 50 ta matn qo'yib berdi. 8 varroqdan iborat ekan. Mana ekranimizni chap pastki burchagida bizda 8 ta varroq borligini ko'rsatyapti. Mana orqaga qaytib ko'rishimiz mumkin. Agar 50 ning o'rniga 10 qo'yadigan bo'lsam va enter tugmasini bosadigan bo'lsam, bizga tayyor matnlar chiqarib beradi. Bu matnlar nima uchun kerak? Bizda test qilishimiz uchun, matnlar qanaqa joylashganini kuzatib borish uchun. Demak, qog'oz qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni stranitsalarni ko'paytirmoqchi bo'lsak, ko'rib turganingizdek, hozir jami menda 3 ta stranitsa bor deb ko'rsatyapti mana pastda. Agarda bitta narsaga e'tibor berish kerak, yangi foydalanuvchilar ko'pincha qiynalishadi. Bo'sh list qo'shishmoqchi bo'lsa, ya'ni kursorga yaxshilab e'tibor beringlar. Ya'ni bo'sh listlar qo'shishdan oldin kursoringizga qaranglar, ya'ni matnlaringizlarni oxirida turgan bo'lsa, demak, pustaya stranitsa yoki razriv stranitsani bosadigan bo'lsak, bizga pastga yangi qog'oz qo'shib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, matnlarimizdan keyin bizda yangi list paydo bo'ldi. Lekin ko'p holatlarda biz ishlayotganimizda foydalanuvchilar kursorga umuman ahamiyat berishmaydi. Qayerda turganiga ham qarashmaydi, qanaqa holatda turganiga ham e'tibor berishmaydi. Pustaya stranitsani shunchaki bosishadi, list qo'shish maqsadida. Ko'rib turganingizdek, kursor mana matnning orasida turgan bo'lsa, ya'ni shu kursordan keyin yangi qog'oz qo'shiladi. Mana shu holatda turgan edi. Mana undan keyin yangi list qo'shildi va pastda qolgan matnimizni davom etib ketyapti. O'rtaga yangi list qo'shib ketyapti. Matnlarimizni bo'lib tashadi. Buni qanaqa yo'q qilamiz? Kursorni matnning boshiga olib kelib, backspace tugmasini bosish orqali o'chirib tashlashimiz mumkin. Yana matnlarimiz mana qo'shilib oladi, backspace bilan o'chirib tashlaymiz. Keyin
Agar biz yuqoriga misol uchun obloshkadan keyin bitta yangi qog'oz qo'shib olmoqchi bo'lsak, u holatda bilinglarki, kursorni matninglarni har doim eng boshiga va chap tomoniga qo'yib qo'yinglar va undan keyin pustaya stranicani bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, obloshkadan keyin bizga yangi list qo'shildi, agar yangi listni shu yerga qo'shish niyatida bo'lsak. Va uchinchi narsani o'rganib olishimiz kerak, listlarni qanaqa o'chirib tashlaymiz. Ya'ni bo'sh listlarni qanaqa olib tashlaymiz? Bo'sh list turgan joyga mishka bilan bitta bosadigan bo'lsak, kursor shu listga kelib oladi mana. Bo'sh listni. Va backspace tugmasini bosib, ya'ni harf o'chiradigan knopkalarni 2-3 marta bossanglar, sizlar bosilgan hisobida, ya'ni qog'ozlarni o'chirib tashlashga yordam beradi. Mana. Mana bo'sh listga kelaman, backspace bosaman, yana bitta bosdim. Endi tekshirib ko'ramiz. Undan keyin 4-dars mana. Lekin hali ham o'chmabdi mana. Yana bosamiz. Ana endi bizda bo'sh listimiz o'chgan edi. 4-darsda yozilgan matnimiz tepaga ko'tarib oldi mana. Tepaga chiqib oldi mana. Ko'rib turganingizdek, mana listlarni qanaqa qo'shamiz. Faqatgina shu kursorga ahamiyat beringlar. Har doim matnlaringlarni oxiriga joylashtirib qo'yinglar va pustaya stranicani bossanglar, pastga yangi qog'oz qo'shiladi. Agar yuqoriga qo'shmoqchi bo'lsangiz, demak matnni eng boshiga chiqasiz va chap tomoniga qo'yib qo'yib, pustaya stranicani bosasiz, shu holatda o'chadi. Agarda backspace boshisi o'chmayotgan bo'lsa, delete tugmasini bosish orqali ham siz nimalarni, bo'sh listlarni o'chirib tashlashingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, sizlar bilan bugungi darsda bo'sh qog'ozlarni qanday qilib qo'shib olishni o'rganib oldik. Darsimiz so'ngida obloshkani qanaqa o'chirishni ham ko'rsatib ketaman. Ya'ni agar biz obloshka, ya'ni titulni stranicani o'chirmoqchi bo'lsak, titulni stranica degan listga boramiz va bu yerda удалить текущий titulni stranica, ya'ni shu listni o'chirib tashlash mana. Buni bosadigan bo'lsak, bizda qo'yilgan titulni stranica, ya'ni obloshkamiz ham o'chib ketadi. Demak, ana endi biz qog'ozlarni qanday qo'shishni va ularni qanday o'chirib tashlashni to'liq o'rganib oldik. Bundan keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.